The Afg'oniston banki aytishicha, idoriy ishlar sodda tuzalishi uchun barguzar etilgan yig'inida aholi qiyinchiliklari vaqtida hal etilishi va nihoyatlar ishlari qulay bo'lishi uchun butun idoralar o'z ishlarini sodda, me'yoriy va tunuq tuzatishga qaror olingan. Bu yig'inda hurmatli o'lkadoshlarga yaxshi xizmat yaratish prosesini osonlashtirish, qog'oziy ishlar o'rnida elektroniki sistemlarni faol qilib va boshqa ayrim masalalar haqida bahs etilib, shahar aholisiga qulay idoriy xizmatlar zaminasi ijod etilishi uchun tegishli kishilarga ayrim chora-tadbirlar topshirildi. Ayni holda iqtisodiy ishbilarmonlari idoriy ishlar tizimi sodda va elektroniki bo'linishini zamon asosi niyozmandligi va idoriy qonunlar asosiy shaklda bajarishni unvon qilib aytishlaricha, idoralar ishlari sodda bo'linishi fasod va idoriy xilofkorliklar oldini olishi uchun muhim odim hisoblanadi. ای که قوانین زیر پا شود و اساس تفاصیل گوناگون Qonunlar zehnga mavjud bo'lib, ayrim idora fasod zaminasini ijod qiladi. Hamda qonun tatbiq bo'lmaganda bankdorlik qonunidan alova dunyo butun qonunlarga ish oson bo'lishi bir asl hisoblanadi. Shunga bino Markaziy bank qonunlarni soddalashtirishga harakat qilgandir, yaxshi bir odim hisoblanadi. قوانین بانک مرکزی فکر میکنم یک کار خوب یک گام خوب است که باید گذشته ها چنین کار انجام میشد. The Afg'oniston bank maqomlari banklar mas'ullariga idoralar ishlari qulay bo'lishi uchun idoriy to'siqlarni o'rtadan ko'tarib va qog'oziy ishlar o'rnida elektronik sistemlarga avliyat berishni aytgan.